hammasi shundan boshlandi. Lo'lagini qirg'ichdan o'tkazib tursam, bo'la kelib kiyimlarni tashlab ketdilar. Kechqurun to'yim bor, kiyimimni tayyorlab qo'ygin dedilar. Keyin telefonim jirillab, singlim bilan mazza qilib gap sotib turganimda, sochuvga qo'lim artish o'rniga bularni kiyimlarga artib yuboraman de. Telefonda gap sotib qilgan ishimni qaranglar. Endi qanaqa ketqizsam ekan shu qip-qizil dog'ini. Yaqindagina olgan akvamarin mahsuloti esimga tushib qoldi. Hamma narsani ketkizadi-yu, buni ham ketkizadi dedim-de, qaynagan suvni olib ustidan quydim. 1, 2, 3. Qaranglar, xuddi yengidek bo'lib qoldi. Umuman ranglari chiqqani ham yo'q, kiyimimni oqartirgani ham yo'q. Qaynoq suv umuman ta'sir qilmadi. Keyin uni muzdekkina suvga chayib, tezda kir moshinaga yarim soatga aylantirib bordim. Eng qattiq siqadigan ajimiga qo'yib, aylantirib bo'lganimdan keyin yaxshilab qoqib dazmolladim. Dazmollaganimni o'zida ham qurib qoldi. Yaxshi ham baxtimga akvamarin bor ekan. Akvamaringa rahmat, barcha ishlarimga ulgurdim. Endi bular ham bemalol to'yga kiyib borsalar bo'ladi. Original mahsulotni shu profildan topishingiz mumkin.